rosa chiroyli qilib qo'yishibdi lekin hozirgi kunda qanaqa biznes qilsam ekan deb o'ylab yurganmidi sizga tayyor biznes topib qo'ydim akalar. Oqtoshda joylashgan umumiy 7 sotixli 2 tashkali katta ishlab turgan dacha srochno sotiladi. Ko'ringlar videoni oxirigacha, batafsil ko'rsatib beraman va narxi bilan aytib o'taman. Darvozaxonadan ko'radigan bo'lsak, kiraverishga ikkita mashina bemalol sig'adi. O'ng qo'lda alohida sanuzullarni ko'radigan bo'lsak, to'g'rida katta tapchani zona joylashgan bo'ladi. Endi hovlisiga bitta ahamiyat beringlar-da. Katta hovlisi, zelyoniy zonalarni ko'rishimiz mumkin, mevali daraxtlarni, archalarni ekib qo'yishibdi. Bu yoqda katta eng kamida 10-15 kishilik basseynni ham ko'rishimiz mumkin. Bu yoq burchak qismida alohida letniy kuxnya ham joylashgan bo'ladi. Asosiy kirish qismidan ko'radigan bo'lsak, kiraverish bunaqa studiya formatda katta hol xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Holga ulashgan holda bu yoqda kuxnyani ham ko'rishimiz mumkin. Polностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlari bilan tayyor holatda. Bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, kiraverish koridor, xonalar ketma-ket joylashgan. 4 ta ketma-ket yotoqxona va alohida umumiy sanuzul ham joylashgan bo'ladi. Va bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, bitta katta studiya formatda zal mehmonxona, uni yonginasida katta yotoqxonasi ham joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, chiqqaninglarda shunaqa keng katta hol, ikkinchi etaj o'zida ikkita xona joylashgan bo'ladi. Bitta katta yotoqxonasi joylashgan bo'lsa va bu yoqda alohida tennis o'ynash uchun tennisli xona qilib qo'yishibdi. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Har bitta xonaga e'tibor beringlar. O'zini alohida ko'chaga qaragan katta oynalari bor. Xullas, akalar, dacha Bo'stonliq tumani Oqtoshda joylashgan umumiy 7 sotiq 2 etажkali o'zini podvallariga ega 11 xona plus kuxnya bor. Narxi $230 ming ketiladigan joylari bor. Pastda egalar nomer